Diqqat diqqat, barcha ogoh bo'lsin. Qozog'istonda virus avj oldi. Ko'plab maktablar yopildi. Qozog'istonda o'tgan haftada 183 ming kishi virusli infeksiya ORV bilan kasallandi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vaziri Oqmaral Alnazarova kecha 19 noyabr kuni bo'lib o'tgan hukumat yig'ilishida so'z ochdi. Unga ko'ra, shu haftadagi kasallanish darajasi avvalgi epidemiya mavsumidagi ko'rsatkichga nisbatan 16% ga oshgan. Bu yil grippning tarqalishi 41 haftada, ya'ni oktyabr oyining birinchi yarmida aniqlandi. Bu o'tgan epidemiya mavsumida biroz oldinroq sodir bo'lgan edi. Qozog'istondan ilgari tarqalmagan yangi gripp turlari aniqlanmagan. ORV va gripp alomatlari bo'lgan bemorlar ham gripp bo'lmagan viruslarga tekshiriladi. Respublikada rinovirus, proinflyuenza, adenovirus, bokavirus, koronavirus, RS virusi va metapnevmovirus tarqalib ketgan degan vazir. 1 sentyabrdan beri Qozog'istonda 1,4 million o'tkir respirator virusli infeksiya holatlari qayd etilgan. Bu avvalgi 2024-2025 epidemiya mavsumining shu davriga nisbatan 20% ga kam. Ushbu holatlarning 66%ni 14 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil etadi. Qozog'istonda bolalar va homilador ayollar uchun alohida xavf tug'diradigan Gonkong grippi shtammi ham aniqlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, kuz-qish mavsumi boshidan beri mamlakatda qariyb 600 ta shunday holat qayd etilgan. Sharqiy Qozog'iston, Abay va Kostanay viloyatlaridagi maktablar o'quvchilar sonining ko'payishi va o'tkir respirator virusli infeksiyalarning oldini olish chorasi sifatida masofaviy ta'limni joriy etmoqda. Sharqiy Qozog'istonda 23 ta umumta'lim maktabning 169 ta sinfida 3015 nafar o'quvchi vaqtincha uyda o'qishni boshlagan. Masofaviy ta'lim o'quvchilarining 30% dan ortig'i sog'liqni saqlash sabablari tufayli darsga kela olmaydigan sinflarda tashkil etilgan. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Abay viloyatida epidemiologik shtab yig'ilishidan so'ng ba'zi maktab o'quvchilarini masofaviy ta'limga o'tkazish to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Talgat Moldabekovga ko'ra, o'quv yili boshidan beri 5558 o'quvchi o'tkir respirator virusli infeksiyalar bilan kasallangan. Bu umumiy holatlarning 17,2% ni tashkil qiladi. Shuningdek, mintaqada grippning 25 holati qayd etilgan. Umumta'lim tashkilotlarida aralash ta'limga o'tish amalga oshirilmoqda. Bitta sinfdagi o'quvchilarning 20 dan 30% gacha ORV tashxisi qo'yilgan, deyiladi bayonotda. Masofaviy ta'limga o'tkazilgan sinflarning aniq soni ko'rsatilmagan. Qo'stanay viloyatidagi ikkita shaharda ham maktab o'quvchilari kasallik tufayli masofaviy ta'limga o'tkazilgan. Qo'stanay tumanida jami 72 ta sinfda kunduzgi darslar bekor qilingan. Bosh vazir O'ljas Sog'liqni saqlash vazirligi va mahalliy hokimiyat organlariga tibbiy yordam sifatida qat'iy nazorat qilishni ta'minlashni buyurgan.